Amir Temur dunyo tarixida juda katta nom qoldira olgan buyuk sarkarda, o'rta asrlarning eng mashhur afsonaviy qo'mondoni, ulkan imperiya asoschisi, Temuriylar sulolasining bosh bo'g'ini. 9-aprel kuni Amir Temurning tavallud kuni yurtimizda katta tantanalar bilan nishonlanadi. Qarshi shahrining Saydu Nasafiy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida ham buyuk sohibqironga ehtirom mavzusidagi tadbir bo'lib o'tdi. Amir Temur o'z davrining tengsiz arbobi sifatida hozirgi kunda bizga g'urur va iftixor bag'ishlab kelmoqda. U o'z hayot bilan bizga shunday bir saboq qoldirdiki, kuch adolatda, adolat bilimda, taraqqiyot esa birlikda. Hozirgi yoshlar mana shu so'zlarning ma'nosini teran anglagan holda vatan taraqqiyotiga hissa qo'shishimiz zarur. Xulosa qilib aytganda, Amir Temur nafaqat ulug' sarkarda, balki donishmand davlat arbobi. So'zga chiqqanlar tomonidan ana shunday har birimizga ibratli bo'lgan buyuk shaxs hayoti, bosib o'tgan katta yo'li haqida ta'kidlandi. Men bugun buyuk sarkarda Amir Temur tavalludi arafasida yoshlar bilan o'tkazilgan tadbirlar yoshlarni harbiy vatanparvar ruhida tarbiyalash uchun katta ahamiyatga ega. Men yoshlarimiz ko'rdik, men o'zlarining bilimlari bilan, salohiyatlari bilan o'sha buyuk ajdodimizga munosib bo'lish uchun o'z ijodlaridan she'rlar o'qib berishdi, o'zlarini savollarga javob berishi udaboronlik bilan ajralib turibdi. Bu yoshlarimizga kelajakda mana shu buyuk O'zbekistonni buyuk qilish uchun, elimiz, yurtimiz uchun kerakli inson bo'lish uchun umidimiz bor. Yoshlar bizning oltin fondimiz. Savol-javob tariqasida davom etgan muloqot yigit-qizlarni bilimlarini oshirishga, ajdodlarimizga nisbatan yuksak hurmat, ehtirom ko'rsatishlariga xizmat qiladi. Chunki sohibqiron Amir Temur adolatli hukmdor va yuksak ma'naviyat egasi. Muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, biz birinchi navbatda o'zimizning bobolarimiz tarixini o'rganishimiz kerak. Afsuski, biz ko'p yillar boshqalar tarixini, bizga aloqasi bo'lmagan janglarni o'rgandik. Siz qashqadaryoliklar anglab yetishingiz kerak. Shunday ulug' inson sizlarning bevosita ajdodingizdir. Xulosa qilib aytganda, sohibqiron Amir Temur hazratlari milliy davlatchiligimiz tarixida nafaqat 7 iqlim sultoni sifatida, balki yurt obodonchiligi va xalq farovonligi yo'lida bor kuch-g'ayratini safarbar etgan buyuk davlat arbobi sifatida qoladi.